Assalomu alaykum. Adil obunachilarimiz. Unikodan yana bir yangilik. Eng oxirgi rusumdagi o'zimga qoyil degan motokultivatorlarimiz keldi. Royalty firmaniki. Sifatlar, kачестволар eng oxirgi rusumdagi ko'rishingiz mumkin. Eng a'lo darajadagi mahsulotlar bo'lsa xalqimiz bo'lsin. İtalya demaymiz, Germaniya demaymiz, Xitoyda ishlab chiqarilgan eng original mahsulotlar hisoblanadi. Sifatlari juda yaxshi. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan. Inshaalloh kelaverasizlar. Endi chopiq sezon boshlandi, mana mart oyiga xudo xolasa. Inshaalloh ro'zaga mana videoni chiroq qo'yapmiz. Dizel 173 motor. Starterlik inshaalloh. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin, mijozlarimiz uchun inshaalloh O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga 5 million 800 ming so'm qilib beramiz. Xudosa. Dizel 173 starterligi. Royalty 173 5 starter 5 million 100 ming so'mdan frezalar bo'linadigan 4x1 bemalol aloqaga chiqib olasiz. Salarka soatiga 1,5 litr salarka xarajat qiladigan varianti. Benzinlik kelgan, benzinlik 7 ot kuchli starterlik variantimiz. O'zi qarab tur. 7 ot kuchli starter. Narxi 4,5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Royalty eng original motokultivator. Mexanik korobka bo'ladi. Soatiga 1 litrgacha xarajat qiladi. Sifatlari zo'r, mo'ydatchiklari bor. Starterligi bo'ladi. Xuddi shuni Royalty ko'rishingiz mumkin. Mana 170 shtrixko mo'ydatchiklari bor, originalli. Balonlar 408, sifatlari juda zo'r, 7 ot kuchlik. Narxi 3 million 800 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Sifatiga, kачествосiga garantiyalar bilan xudo bo'ladi. Bu mahsulotimiz o'zimizda eng erka toyimiz. Zver 7 ot kuchlik. 93 kilogramni ko'rishingiz mumkin. Sifatlari juda yaxshi. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. 3 million 900 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan qilib beryapmiz. Original motokultivator sifatlarga gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lsa xalqimiz bo'lsa eng yaxshi alolarni mijozlarimizga ulashamiz. Mijozlarimizga eng yaxshilarini ko'rsatganmiz. Bundan keyin ham eng yaxshilarini ko'rsatamiz inshaalloh. Royalty eng zo'r firmalarimizdan TX originaldan kelgan mana baklari katta, korobkalari TXda o'rib yozilgan varianti, marhamat, mo'ydatchiklari bor. TX original ko'rishingiz mumkin. Balonlar 400 hachinlikli bo'ladi. Narxlar keladigan bo'lsak, TX originalini 4200 ming so'm dastavkasi ichiga O'zbekiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Zver o'zimizda asalchamiz deydi-ku, Zver originali 93 kilogramlik. TX 90 kilogram. Zverimiz 93 kilogram. Ko'rishingiz mumkin. Sifatlari juda yaxshi. Benzinlik traktorimiz. Narxlari keladigan bo'lsak, 3 million 800 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga qilib beramiz inshaalloh. Kelaverasizlar. Balgatimiz, yopamiz bor. Yopa originalni yopamiz. 7 ot kuchlik. 3 million 500 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. 7 ot kuchlik, 408 balon, sifatlari juda yaxshi. King Max'imiz. Original King Max 3 million 400 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. King Max original 408 balon, originali soati 708 ga xaraj qiladigan traktorimiz. Rekord balonlar pachinlikli bo'ladi, mo'ydatchiklari bor. Kilogram 88 kilogramlik original motokultivatorimiz. Narxlari mijozlarimiz uchun bo'lsa xalqimiz bo'lsa 3 million 800 ming so'mdan dastavkasi ichiga yevro faralik varianti. Narxi 4 million 200 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Balgatlarimiz kelgan originali 8 ot kuchlik. Faqat ko'rsangiz bo'ladi. 8 ot kuchli balgat motokultivatorimiz. Originalisi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga 3 million 650 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'lsa xalqimiz bo'lsa eng yaxshi alolarni mijozlarimizga ulashga harakat qilamiz. Zver originallardan, rekordlardan, salerkaliklardan inshaalloh bizlarga kelgan. Ko'rishingiz mumkin. 5 ot kuchlik klassik motokultivatorimiz dizelli starterli varianti bo'ladi. 6 million 200 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Originalni Takara 190-92 motobloklar bu Yaponiya texnologiya, o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Sifat kачестволari juda yaxshi. Balonlari 612 pachinlikli bo'ladi. Soatiga 1,5 litr benzin xarajat qiladigan. Narxlarga keladigan bo'lsak, mijozlarimiz uchun bemalol 9 million so'mdan dastavkasi ichiga qilib beramiz.
Hero Power Solaris'ni 186, 188, 92'si bor. 186'sini narxi 8,5 million so'm, 192'sini 9,200 ming so'm dastavkasi ichiga qilib beramiz. Unico 140 kilogramlik toshkamirlik aravachalarimiz kelgan. Narxlar keladigan bo'lsa 700 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Kubato original dizel motokultivatorimiz keldi. Ko'rishingiz mumkin 178 5 starter 2 xil variant kelgan. Bunaqa narxni boshqa joyda eshitmaysiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Kubato 178 9 ot kuchli motokultivatorimiz 7 million 300 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga 7 million 600 ming so'm inshaalloh O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Soni cheklangan, bemalol aloqaga chiqasizlar. 7 million 300 ming so'm, 7 million 600 ming so'm juda narxlari a'lo darajada chiqqan. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Original motokultivatorimiz 190 15 ot kuchlik, 5 ot kuchi 15 ot kuchlik, 512 balon, 190 motor, King Max brendi. Dastavkasi ichiga 7 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Dastavkasi ichiga 9 ot kuchligini, mana inshaalloh ko'rsangiz bo'ladi. 6 million 300 ming so'm. 6 million 300 ming so'm dastavkasi ichiga qilib beramiz. Takara 7 ot kuchlik 173 ko'rsangiz bo'ladi. Sifatlari, balonlar pachunliklik bo'ladi. Salerkalik. Mahsulotimizni 5 million 100 ming so'm dastavkasi ichiga qilib beramiz. Avangard 4 million 900 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Avangard 173. Sifat kачестволari zo'r. Akula 7 ga 9 4 qatorli frezerlar bo'ladi. Korobkalar ko'rsatib bilan moydatchiklari bor. Shessigranliklari qalin bo'ladi. Sifatlari juda yaxshi. Original motokultivatorimiz ko'rsangiz bo'ladi. Narxlar keladigan bo'lsak 4,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Inshaalloh bemalol aloqaga chiqib olasizlar inshaalloh. Kачество sifatlari juda yaxshi. Endi navbat Chrome 2 avangardlari sizlarga narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Akularni ko'rsatdik. Avangard 7 million 300 ming so'm. Ko'k svetidan ham bor. Chrome 2 7 ga 9 pachunliklik varianti. Sifat kачестволari juda yaxshi bo'ladi. Eng a'lo darajalarda inshaalloh. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Narxi 5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Beton mishalkalarimiz bor. 160, 180, 200, burchakadagi 220. Narxlar keladigan bo'lsak 2300 ming so'mdan 3200 ming so'mgacha razmeriga qarab narxlari bo'ladi. 15 ot kuchli 190 motorimizni benzinlik 5 starter faralik modeli ham bor. Narxlar keladigan bo'lsa 7,5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga qilib beramiz. Diamond brendining sifatlari juda yaxshi. 9 ga 9 marhamat ko'rishingiz mumkin. Chrome 2 narxlari 7,5 million so'm. 7 ga 7 ustuna korobka starterlik modelimiz bor. Narxlari 6,5 million so'mdan qilib beramiz. Original O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Sifatlar, kачестволari yaxshi. Drabilkalarimiz originalni воздушный filtrlargacha bunaqa chang tortgan filtrlargacha bo'ladigan varianti. Narxlari 4 million so'm. Sariq o'zimizning обычный varianti esa narxlar keladi desak, narxlarni 3 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Makka islatganlar 2 million 300 ming so'm, katta varianti narxlari 3 million 250 ming so'mdan qilib beramiz. Обычный 6 pichoqlik drabilkalarimiz 2 million 500 ming so'mdan. Lentalik variantlarimiz kelgan. Mana bu ham 2 million 500 ming, unaqa tepada oxirlari bo'ladi. Lentalik variantimiz 4 million so'mga 3 million 800 ming so'm. Ustiga po'choq maydalaydigan bori 4 million so'm, bunisi 3 million 800 ming so'mdan. Keyin Xitoy zavodskiy drabilkalarimiz kelgan. Bao firmaniki, Euro Strelok firmalari bor. Mana Strelok firmamiz narxi 2 million 600 ming so'mdan. Bao firmamiz esa 2 million 800 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Yevromizda esa 2 million 700 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Sifat, kачестволari juda yaxshi, eng a'lo, eng sifatli mahsulotlarni inshaalloh bizni kanalimizga obuna bo'lib aloqaga chiqib olasizlar inshaalloh. Dastavkalarimiz bor. Manzilimiz Surxondaryo viloyat Denov shahrida joylashgan.